Xo'p, hammaga assalomu alaykum. O'rtoqlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Tuzimsizlar? Bugun sizlar bilan xudo xolisa Tildada yasalgan saytga piksel qo'yishni ko'rib chiqamiz. Bu darslik ikkitaga yoki 3ta qismga bo'linishi mumkin. O'shandan kelib chiqqan holatda har bitta qismlarni guruhga tashlab boraman. Bizda xudo xolisa bugun o'zimizning maxsus saytimiz bor. Salam Travel uchun yasalgan, Travel Agency uchun yasalgan. Tildada yasalgan bu sayt bir qancha pejlardan iborat, thank you page bor, boshqa narsasi bor. O'ziga yarasha struktura bo'yicha yasalgan sayt. Xo'p, demak, gap cho'zib o'tirmasdan pikselni qanaqa qilib yasash va uni qanaqa qilib saytimizga o'rnatish bo'yicha bo'ladi birinchi darsimiz. Demak, qaranglar, men bu yerda o'zimga piksel yasaganman. Salam piksel deb turib, sizlarda yo'q bo'lsa maxsus bu yoqqa yaratamiz biz noldan. Demak, biz yaratish uchun qayerga kirishimiz kerak bo'ladi, qaranglar. O'zimizdan Business Manager nastroykasiga kirganimizda, mana bu источник данных degan joyi ichida bizda nabor данных degan joy bo'ladi. Oldin men piksel degan joyi ichida bo'lardi bu narsa, hozir bu yerda ishlamayapti bu narsa. Nabor данных ichiga ko'chgan. Nabor данных ichiga kirgan holatda давайте qilib turib, misol uchun tak. Salam piksel 2 deb qo'yaman. Hop, savzatni bosaman. Tak. Xo'p, savzatni bosganimdan keyin mana menda уже piksel yaralish boshlayapti. Hozir so'rayapti bu menga подключение, ya'ni saytga kirish uchun nimani ishlatasan deyapti. Conversion API ni ishlatasam yoki piksel o'zi bilanmi deb. Hop, Conversion API menga hozircha kerak emas, to'liq piksel o'zini ishlataman. Davayt qilaman. Hop, endi mendan so'rayapti, qaranglar. Pikselni men ikkita yo'l bilan o'rnatsam bo'ladi o'zimning saytimga. Birinchisi, добавить kod pikselni saytga vuruvchi deyapti, ya'ni saytni miyasiga piksel bergan kodni o'rnatish orqali, o'zi piksel ikki qator kod bo'ladi. O'sha narsani o'rnatish orqali yoki ikkinchi yo'li bor, u ID orqali bo'ladi. Birinchi kod bo'yicha ko'rib chiqamiz. Xo'p, ustanavit kod qilamiz. Bizga men berayotgan kodini kopirayot qilib olishimiz kerak bo'ladi. Kopirayot qilganimizdan keyin qaranglar. Sizlar qaysidir saytda piksel bor yoki yo'qligini bilishinglar uchun mana bu yerda plugin bor. Meta Pixel Helper deyiladi bu narsa. Mana misol uchun kirib, tak, Meta Pixel Helper deb yozsanglar chiqadi. Mana birinchi kirasizlar bunga. Hozir menda bu narsa sketchat qilingan. Agar sketchat qilinmagan bo'lsa, sketchat qilib olasizlar va o'zingizlarga bu narsani mana bu joyda, mana men mozaikaga o'xshagan joydan birinchiga pin qilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Birinchiga chiqarib qo'yasizlar bu narsani. Любой saytga kirganingizda o'sha holatda sizlarga bu o'sha sayt ichida piksel bormi yoki yo'qmi ko'rsatib berish uchun kerak bo'ladi bu narsa. Xo'p. Mani saytim mana hozir mana ko'rasizlar, yonib turmayapti. Bu yo'q hech narsa, no pixel found deyapti, ya'ni piksel topolmadim deyapti. Piksel yo'q hozir bu sayt ichida. Biz endi mana shuni miyasiga pikselni qo'yamiz. Uning uchun nima qilishimiz kerak? Aytib o'tganimdek kodni kopirayot qilib oldik va saytimizga kiramiz. Saytimizga kirgan paytimizda hop, ichiga kiramiz va настройки saytiga kiramiz. Настройки saytiga kirganimizda pastroqda bizda еще degan knopka chiqadi. Еще knopkasi orqali mana bu yerda pastroqda tak. Hop. HTML kod для ставки внутри head, ya'ni HTML kodni olib turib, ya'ni sizga piksel bergan kodni saytda miyasiga qo'yish. Redaktor qilaman buni va mana bu joyga boyga olgan kodimni вставить qilaman va сохранить qilaman. Hop, сохранить bo'ldi bu. Endi qaranglar, bu bitta narsa bor. Sizlar har doim saytingizga nimadir qo'yganingizda, qanaqadir joyga o'zgartirish kiritganingizda yoki sayt bilan bitta nuqtani o'zgartirgan paytingizda ham sayt bilan обязательно mana bu yerda saytda опубликовать qilib yuborish knopkasi bor. Mana shuni bosib ishlashingiz kerak bo'ladi. Buni bosmasanglar sizlar qo'ygan narsalar tushmay qolishi mumkin. O'zingiz eslab qola olmasligi mumkin. Shuning uchun tak, sayt опубликовать qilaman deb buni открыть sayt qilaman. Xo'p. Boya mana saytim ichida hech qanaqangi piksel topilmayotgan edi. Endi buni обновить beraman. Va bu yerda meni pikselim chiqish kerak bo'ladi. Tak, вот mana chiqdi. Вот mana tak, oxirgi ID'lar bilan qo'yilgan hamma narsasi page view xotirasi mana bu yerda saqlanib turibdi menda. Ya'ni saytim ichida piksel borligini menga Meta Pixel Helper ko'rsatib beryapti. Xo'p. Bu birinchi yo'l, ya'ni saytimni ichiga piksel qo'yishning birinchi yo'li. Ya'ni tushungan bo'lsanglar, saytni miyasiga piksel qo'yish orqali, miyasining ichiga tiqib qo'yish orqali kodni. Xo'p, ikkinchi yo'li bor. Ikkinchi yo'li sinashimdan oldin men birinchi boyga qo'ygan narsamni olib tashlashim kerak bo'ladi. Hop, kiraman, yeshoga kiraman. Tak, kiramanda buni удалить qilib yuboraman. Общий сохранить qilaman va saytimga o'tib turib, опубликовать qilib yuboraman. Hop, открыть sayt qilaman. Hop, mana bu yerda meni pikselim chiqmasligi kerak hozir. Tak. Obnovit beraman. Вот mana meni pikselim yo'q. Hozir olib tashladim miyasidan. Hop, men bilan xalaqit bermasligi uchun menga olib tashlayman bularni ham.
Tak, menga hozir mashq kerak faqat. Okey. Endi ikkinchi yo'li saytimizga qanaqa qilib piksel qo'yishimiz mumkin? Misol uchun head bo'limidan emasdi, boshqa yo'l bilan ham qo'yishimiz mumkin bo'ladi o'zimiz uchun. Bu narsani qanaqa qilib qilamiz? Xo'p. Okey. Mana bu yerda menga ID beradi. Salom, Pixel 2 degan pikselimni ID'si bor. Mana shu ID'ni skopировать qilib olaman o'zimga. Hop, skopировать qilganimdan keyin kiraman saytim ichiga va настройка bo'limiga o'taman. Настройка bo'limiga o'tganimda analitika bo'limi bor. Analitika bo'limini pastrog'ida Facebook Pixel degan joy bor. Mana example ko'rsatyapti. Misol uchun mana bunaqa bo'ladi deb. Hop, shu yoqqa men pikselimni qo'yaman. Example so'zi kerak emas menga bu yerda. Hop, qo'yganimdan keyin buni ham saqlanib qilib, buni ham o'tib turib saytimga opublikat qilishim kerak bo'ladi. Hop, открыть sayt qilaman. Boya mana menda yo'q edi, pikselim olib tashlagan edim haytdan. Mana bu yerda Metapixel helper chiqarib bermayotgan edi menda. Endi bu yerda mana menga chiqarib berishni boshladi. Bo't mana menga shu page view bor. Oxiri necha 15:42. Bu yoqdagi pikselimni ham oxirgi kodi 15:42 da. Bo't mana menga chiqarib berishni boshladi. Hop, sizlarga tavsiya qilgan bo'lardim, har bitta saytlarning ichiga kamida 2 ta piksel qo'yinglar. Bittasi analitika bo'limiga, bittasi shu eshikning ichidagi head bo'limiga. Nimaga bu narsani qo'yish kerak? Xuddi bizani reklamli kabinetlarimiz singari, bizani stranitsalarimiz, bizani biznes menejerlarimiz singari, bizani pikselimizdan blokka tushishi mumkin. Blokka tushgan paytda o'sha piksel sizga yig'ib bergan odamlarni, piksel sizga qilib bergan hodisalarni chiqarib ola olmay qolasiz. O'sha holatda sizga minusga ishlab qoladi bu narsa. Yig'gan bazingizni chiqarib ola olmay qolasiz nima deydi, o'ylagan natijangizga bora olmay qolishingiz mumkin. O'sha holatda bitta pikselingiz banga tushgan bo'lsa, ikkinchisini ishlatib bemalol o'zingiz uchun aniq qilishingiz mumkin bo'ladi, chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, piksel qo'yish bo'yicha birinchi qismi shu. Darslarni qisqa qilib bo'lib chiqarishga harakat qilyapman. Birinchi qismi shu. Ikkinchi qismida biz sizlar bilan mana shu qo'ygan pikselimizga endi eventlarni joylashtirish, ya'ni bizning saytimiz ichida qaysi knopkani bosilsa nima deb sanab berish kerakligini, odamlar qayergacha tushsa nima deb sanab berish kerakligini, lead eventini qayerga qo'yishimiz kerakligini, to'g'ri sanab berish kerakligini o'tamiz.